Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yangitdagi high-tech darvozamiz qavatlik tepasini lazer qilib skromli pasomiganlarga steykalari, taylari shirinli, steykalari 8x8, profillar 6x4, 7 stenka, listi 2 qavat 1.8. Mana darvozamiz betida lazer tushadi, lazerni tayyor bas hali. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. 1.8 ham bo'lgan darvoza, profillar 8x4, stenkasi 1.5. Mana darvozamizda mana 2 qavatli darvoza. Trafik jarayonida bo'lyapti, xudo xolasa. Juda bejirim chiqdi, ham skromli 2 qavatli. Ko'ringlar. Shunday shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olsa, bir qavatlilarimiz ham bor. Changizdinglar.